Be aka qiz yo'q. Bizga vasiyat berilgan. Qizni singilchani topib, ana undan keyin uyga ketamiz. Bozorga kirdingizmi? Yo'q aka, bozorning egalari bor ekan. Egalarini qo'y, bizga uni yeri kerak emas. Bizga qiz kerak. Qizni topishimiz kerak. Ketdik aka. Nimaga sen orqaga aylantiryapsan? Oldinga aylantir. Bizni avlodimiz oldinga aylantiradi aka. Biz endi vasiyat bo'yicha keldik, to'g'rimi? To'g'ri. Endi qizni topmasak bo'lmaydi singilchani. Singilchani 15 yil bo'ldi ko'rmaganimga. Men ham ko'rmadim. Men kecha ko'rdim aka. Qayerda? Instagramda. Vahido, Instagram? Yo'q, Instagram. Uni o'zining podpischiklari bor, klientlari bor, pulni yaxshi topyapti. Qayerdan topamiz uni? Registonda o'tiribdi. Samarqandga ketamizmi? Yo, Bahudo aka, Samarqandda emas, Xorazmda Urganchda Registon ochgan. Unda ketdik, nima turibmiz bu yerda? Ketdik aka. Hayır, men sizlarni Raf, voy akalar, bu yerning egasi menman. Meni hujjatim bor, kadastrim bor. Ketinglar bu yerdan. Bizni tanimadi. Men buni kichkina desam bu katta qiz bo'libdi-ku. Singil, Bahido, akalarim. singil. Topdik. Aka, mana bu yerda o'tirganimning sababi bu Urganchdagi eng zo'r supermarket. Qarang, hamma narsa bor. Singil kuchayib ketibdi. Aka, qarang, bu yerda go'sht mahsulotlari juda ko'p. Registon eng zo'ri. Aka, kamera bor bu yerda. Ko'rsatmay qo'yaman. Qo'ying. Aka, qarang, bu yerda shampun, sovun, sochga kraskalar ham bor. Sochimga qarang. Sen yuvinyapsanmi? Behay, yozda yundim. Yozda qanday baxt. Singlim, endi seni biz olib ketamiz uyga. Aka, yo'q, men ketolmayman. Bilasizmi, bu yerni olish uchun men qancha mehnat qilganman. Nabarot, sizlar kelinglar. Meni bu yerda o'tirishimning sababi Registon xalqni o'ylab hamma narsasini arzon qo'yibdi. Bu yerga odam ko'p keladi. Mana bu o'lgur ko'p pishadi, aka. Singilcha aqlli. Unda biz kelamiz, ha? Keling. Biz kelamiz. Siz ham keling. Bizni unutmang. Gotta catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah.